Bize hozir eldinda turgan bu maktabni menimcha Beruniyda ko'pchilik biladi. Ya'ni 69-maktabdamiz. Bugun oddiy aytib aytadigan bo'lsak, gimnaziya maktabda. O'zim ayapam ham, og'amlarim, tanish biratlarim, ko'cha biratlarim hamma menimcha oldin ko'pchilik shu maktabda o'qigan va videomiz bu maktab haqida emas, lekin bugun 31-may va pagoda dimajoyib bo'lib turibdi. Tabriklayman, bahordan oxirgi kuni. Bahordan oxirgi kuni bo'lgani uchun bulut, yomg'ir so'ylab turibdi. Menimcha bahor bizaga men ketib qotirman degan narsani bu pagoda bilan eslatib ve buyog'inda endi yoz qaynagan issiq bo'ladi. Yoz sezoni boshlandi desak ham bo'ladi endi buyog'ida. Bugun 31-may holatiga ko'ra Beruniy tumanida dollar kursi 1.192 ming so'm, rubl kursi ko'tarilgan, tabriklayman, 160 ming so'm va tanga kursi ozgina tushgan, 24 ming so'm, yevro kursi ozgina pasagan, 1.350 ming so'mda tashkil etadi. Endi maktab tamom bo'ldi. Uzoqdagi ag'allarga, umuman olganda yaqindagi ag'allarga borsa bo'ladi endi bemalol, maktab muammo emas. Shuning uchun nima kerak bo'ladi? Albatta taksi kerak bo'ladi. Taksi kerak bo'ladi bo'lsa har doim telefonga kirasidan 1450 bosasiz. Yani 1450 taksi xizmatidan foydalanib, xohlagan joyingizga Beruniyning ichida muammosiz yetib olishingiz mumkin. Agar qisqa nomer termayman, men yerda turganim bir boshqadan ko'rsataman desangiz, Yangidex ilovasi bor. Ilovani hali o'rnatmagan bo'lsangiz, o'rnatsangiz hozirning o'zida sizga 10 ming so'm bonus beriladi. Ya'ni Yangidex ilovasidan chaqiratan bo'lsangiz, o'zi turgan joyingizni ko'rsatadi, nerga borajagingizni belgilaysiz, muammo yo'q hech qanday. Yozda Toshkentga boraman, o'qishga topshirishim kerak, yo biram dokument ishi bilan Toshkentga chiqaman, Samarqandga topshirib o'tirman, Buxoroga topshirib o'tirman. Xullas sizga poyezd va aviabiletlar kerak bo'latan bo'lsa, endilikda hech qanday uchurt kutmay, nerv chiqarmay orqaga hal etsangiz bo'ladi. Rahmat uka. Yani bunun için Qizil maydonning to'g'risindagi o'zimizning Farag'on ko'chasindagi Omad Tur Group aviakassasiga murojaat etsangiz bo'ladi. Poyezdga biletlardan, samolyotga biletlardan endilikda bir joydan hech qanday kutishlarsiz hesabda asragan holda hal etishingiz mumkin. Undan tashqari Rossiyaga ketacakmisiz, Turkiyaga ketacakmisiz, bu yoqda biletlarni sho'rdan olsangiz bo'ladi. Bundan tashqari yana bir zo'r joyi bor, uchinchisi va eng oxirgisi, chetga dam olishga chiqaman desangiz, yaqindagina tur paket xizmatlari ham yo'lga qo'yildi. Turkiyaga boring, xalasangiz Gruziyaga, xalasangiz bizga o'xshab Malayziyaga, xohlagan joyingizga borib bemalol haj etib bir hafta, 2 hafta dam olib bizga o'xshab qarayib kelishingiz mumkin. Videoga like bosib qo'yishingizni chiqmasin, so'ng videoni soat nechada siz nerdan turib ko'rib tursiz? Albatta komment qo'yib fikringizni yozib qoldiring va hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz albatta obuna bo'lib qo'ying. Pastda podpisatsiya knopkasi chiqqan bo'lsa, shuni ustidan bosib yo'qotib qo'ying. Oho. Elam mashinada umanım.